Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Cherry Tiggo 2 Pro modelini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib e'tibor beradigan narsamiz bu xromoviy logotipimiz hisoblanadi. Undan keyin radiator panjaramizga e'tibor bersak, to'rtburchak shaklidagi radiator panjaramiz bor. Va undan keyin e'tibor beradigan narsamiz bu kunduzgi yoritish chiroqlarimiz, ya'ni fatfarnilarimiz. Xo'p, LED optika, ya'ni LED faralar, pоворотникlar. Xo'p, avtomobilimizda 1 litrli turbina motor, 102 ot kuchiga ega variator korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, yon qismiga o'tadigan bo'lsak, birinchi bo'lib ballonga e'tibor beramiz. Birinchi bo'lib ballonga e'tibor beradigan bo'lsak, ballonlarimiz 17 diska ballonlarimiz Green Max bo'ladi. Super diskali bo'ladi. Diska ballonli bo'ladi. Bitta oldi taraf emas, ya'ni orqa taraf ham diskali bo'ladi. Ballonlarimizdan keyin avtomobilimizga e'tibor beradigan bo'lsak, to'rala sidinlarimiz eko ko'jadan ishlangan bo'ladi. Undan tashqari barcha qulayliklar mavjud. Bu yerlar ham ko'zdan ishlangan, yumshoq plastikdan ishlangan bo'ladi. Bu yerlari qirilmaydigan plastikdan ishlangan bo'ladi, ya'ni uncha narsaga shilinmaydi. Avtomobilimizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi bagajiga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz bagaji 420 litr bo'ladi. Ancha sayohat uchun ham, ish safarlari uchun ham bemalol foydalanasiz bo'ladi. Ancha katta hisoblanadi. Avtomobilimizda запасной, undan tashqari bagaj qismimizda yoritish chiroqlarimiz ham mavjud. Avtomobilimizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismida yetarlicha joy mavjud. 2 kishi bemalol ketsa bo'laradi. Avtomobilimiz bu qismiga o'tiradigan bo'lsak, bemalol ko'rishingiz mumkin. Barcha jihozlar bilan jihozlangan. Avtomobilimizga o'tiramiz. Birinchi bo'lib e'tibor beradigan narsamiz bu albatta multirul. Rulimizda barcha jihozlar bor, ya'ni cruise control, multimedia knopkalari, abagrev rul, barcha narsalar mavjud. Tabloimiz va 12 dyumli ekranimiz bor. Undan keyin barlarimiz mavjud avtomobilda. Avtomobilimizning oldidagi 2 o'rindig'ida abagrev, ya'ni o'rindiq isitish tizimlarimiz mavjud. Shuningdek, avtomobilimizda lyuk ham mavjud. Bemalol kursiylar bo'ladi. Yana to'xtaladigan narsalarimiz avtomobilimizning hozirdagi narxi bo'lsa 214.900.000 so'm va chegirmalari bilan chegirma yoki qanaqadir bo'lib to'lash yoki avtomobilimiz sizga qiziq bo'lsa 80 metrli avtosalonga tashrif buyursangiz bo'ladi Andijondagi. Undan tashqari barcha to'lov usullarimiz mavjud. Bo'lib to'lash deysizmi, avtokredit deysizmi yoki naqd to'lovga olaman desangiz chegirma ham qilib beramiz. Ketsiz batafsil ma'lumot beramiz. Test drive'larimiz, trading xizmatlarimiz mavjud. Agar bu avtomobilimiz yoqqan bo'lsa, biz bilan bog'laning. YouTube'da yoki Telegram'da o'z nomeringizni qoldirsangiz kommentariyaga biz o'zimiz sizga bog'lanamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.